Voy, mashinalarni ko'ryapsizlarmi akalar? Odam qo'rqib ketyapti bularni ko'rib. Bular o'tolmagan, o'tkazmagan, tamoshada qolib ketgan. Aka, nima bo'lgan o'shanda Abdurahmon aka? Ukraina Rossiya urushi boshlanganda juda ham ko'plab rossiyaliklar Yevropaga ketgan hammasi. Lekin bularning mashinalarini mana. Qara, narigi tomonga. Qani. Mashinalar Voy. Mercedes, zaychik Mercedes. Qarang, hammasi dabdal bo'lib ketgan. Mashinalarni kiritmagan, faqat garajdanlar kiritgan. Mashinani shu yerda tashlab ketgan. Keyin mana bu o'tayotgan mashinalar bor, dalna bo'shiklar, har xillar. Bu mashinalar yechib, kimdir farini olgan, kimdir boshqa joyini yechib olgan. Indashmagan. Ya indolmaydi kim tegina, bitta neytralniy zona. Xohlagan narsasini yechintirib ketadi. Urush bo'lmasin, butun dunyoda tinchlik bo'lsin. Hozir Gruziyani chegarasiga kirib kelishimizni mana xuddi shu ahvolda ko'rsanglar bo'ladi. Jana tunnelga ham kirib ketamiz. Akalar, bizda juda katta muammo bo'lgan. Biz Gruziyaga kirib olganmiz, mana mashinamizni. Lekin shu Abdurahmon akamgilar mashinasini kirg'azishmagan. Muammo nimada desanglar, neytralniy zonada qolib ketishganda ular hozir Gruziyaga kirisha olmayapti, Rossiyaga chiqib ham ketish olmayapti-da. O'rtada qolib ketishgan, dokumentlar ozgina chatoq. Короче, ham suv, yana ichkarida yeyishga narsa bormi, yo'qmi bilmayman. Abdurahmon akam qiyin vaziyatdalar. O'shanga duoda bo'lib turinglar akalar. Inshaalloh salomon kirib olsinlar. Bizani endi shunday o'tkazib yubordi-yu, shu Abdurahmon akam ishlari, muammolari juda chatoq. Hozir mashinani Toshkentga qarab olib ketsan deyotgan ekan. O'shanga hozir kutib o'tiribmiz. Kechasidan beri kutib o'tiribmiz-da. O'shanga akalar duoda bo'lib turinglar, inshaalloh Alloh yo'llarimizni ham bexatar qilib qo'ysin. Faqat bizda bolalar pishkom yurib, Amerikaga ham boraman deydi, hajga boraman deyshotdi-yu. Bularda ham bor ekan aka. Ha, qaranglar, Yevropada ham qaranglar, Gollandiyadan O'zbekistonga qarab pishkom ketishayotgan ekan. Bro, what is on it? Short and large. Nechinchi yil ekan bular bu? Ya bular bizga teng ekan. biz Men teng teng ekan. 2001-yil. Gapini qarang, ana popkalarda mana hamma narsa bor, varijonni. Endi biz o'zbekmiz, bularni nimadir qilib xursand qilishimiz kerak. Nima yursan, ukam, qani? Bular menga aytdi, "Sani videoyini ko'rganmiz, Husan bilan o'rtoqmisan?" dedi. Yo'q, Ha dedim. Endi undan keyin futbolka bermasam ber, bo'lmas aka. ber, qani? From Uzbekistan t-shirt. And how do I pay? Alloh kuch-quvvat bersin bolalarga. Oh. Pul qanday bersam bo'ladi deydi sizga. Ne. Money no, bro. Ukam, dolisi bular bilan Toshkentda ko'rishamiz. Bro. Молодец. Zo'r gaz boslaring. Okalar, mana bu go'zallikni qarasanglar-chi. Mashalloh. Gruziya bor, mana shu tog'lari bilan chiroyli-da. Bo'lish mumkin emas. Ha, qaranglar, tog' bor-ku. Oppoq, hali qorlari erimagan. O, narvoni qaranglar. Lekin bor. Lekin dahshat suv. Qo'llar bor, qotib qoldi. Qorni qaranglar. Tosh qor bo'lib qolgan, tosh qor. Biz endi sekin Gruziyani mana shu tepalarga chiqib ketyapmiz. Chinni kadrlar bo'lsa, sekin storylar qo'yib boraveraman. Biz endi sekin yo'l ketdik. Erkak odam mikrofonni o'chirmay video oladi. Men boya video olib gapiryaptimman. Mikrofon men bunda ekan-da, bila. Ketdi. Mana sizlarga Gruziyani haqiqiy atmosferasi. Go'zallikni qarasanglar-chi. Boya so'qatyotdi-ku. Endi bu yoqda odam isib ketyapti. Kun chotki bor, ana sovuq emas, issiq emas. Lekin bu suvning ozi bor, ashi odamga ana kayf beryapti-yu. Hozir sekin tushib ko'ramiz. Qaranglar, o'sha bu yoqda qor yo'q. Boya polni qor bilan qoplab oladi-yu tog'larni. Unaqa tog'lar yo'q endi. Pastga tushdik-ku, pastda ancha havo illu. Gap yo'q ekan. Zo'r. Sizlarga Gruziyani hozir ko'rsatib beraman. Yo'llarni qaranglar. Shi bor.
Lekin Gruziya ham aylanadigan joy. Oh, Ibo. Akamiz cheka olmaganlar-ku, to'g'rimi? yo'q, normalniy. Nima bilasan? Ha. 1,5 kilometrga namchi uzoq deyaptilar. 10 minutdan beri yuribmiz. Lekin mancha bu yoni chani Fransiyaga o'xshatib yubordim, Fransiyaga. Gap yo'q lekin. Lekin havo zo'r, havo bor. Doronaga normalniymi? Cho'ta kalla spidometrdan chiqmaydi yo'q. Biratan Sho'bir akamizni baraka topsinlar. Uxlamadi u haqiqatdan ham. Hello bro. Otabek. Abdurahmon nima? Sizmiz, ha? Charchayapsan. Bag'rimga bosib turatdi. Jonim mana. Endi Jonim. ko'pchilik yozyapti-da, aka, sizlar teskari o'qiganmisiz, nima yo unaqa emas. Brat bilan biz eskidan jigarimizni haligacha jigar. Xo'p, aka, ko'pchilik yozdi-da. Nimaga Otabek akani olmayapsiz? Nimaga bratni qiynayapsiz deb. Endi o'zlari shu yo'lni tanladilar. Abdurahmon akam boshida aytuvdilar o'zi. Yuring deb. Siz xohlamaysiz, to'g'rimi? Shani. Yo'q, xoladim, qo'shilib olarmiz qachondir dedim. Masjidga nasib qilgan ekan-da. Alloh yetkazib qo'ydi, qaranglar. Abdurahmon akamni chegarada qolib ketganlari besabab bo'lmadi. Baribir sabab bor ekanda. Atel yoqdimi? Atel jinni ekan. Nima qilamiz, aka? Abitlanamiz, bet sal cho'chqa ba'zimroq. Ha, bilaman. Cho'chqa ko'p, betda shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Hozir yo sujja bo'lsa sushimiz, Sushi yo balu yo oxiri tushonka. Tushonkada. Kuzatib turinglar, bugun Otabek akam bilan qolamiz. Xo'p, gostinitsaga joylashdi. Otabek akam maqtadilar mana shu gostinitsani. Okey, qani? Go'zalmi? Takoyu, ha? Chat. Yaxshi. Achomlashyapmiz ekanmiz, aka. Ha, orada qarab. Addennika. Mana bizlarni boshimiz. Qani? Hey, nima gap, ey? Ichkarida bermadimi? Lekin Ichkarisidan lokasiya zo'r ekan, lokasiya bor. Tako sentrda. Aka, nima qilamiz? Aylanamiz ham Gruziyani. Ovqatlanib. Muammo. Cho'chqa nomeradin bilan taomi, to'g'ri. Cho'chqani juda ham sevishar ekan. Lekin turistik restoranlar topsa bo'ladi, yo'kida sushi, yo'kida tushonka oxirgi variant. Juda bo'lasa, to'g'ri. Lekin zo'r. Qo'yqadan olganman tushonkada. Ha, bizda ham bor, aka, Osiyo. To'g'ri. Aka, nech pul ekan mana shu gostinitsa? $350 3 ta nomer oldingda. $100 sal o'shatdimi? Saloshotdan 2 kishiga. Qaranglar, Gruziyada mana shunaqa odamlar bor. Sekin pulni shumon qilyapti-da, hozir bor. Qaranglar, kimlar olyapti mana bu so'nchigidagi pulni qanchasi? Qaranglar, qaranglar. Javob, aralashyapti. ajrat. So'nchidagi hamma pulni shilyapti. Короче, gipnoz qilyapti-da, gipnoz qilib pulini sekin taka tumma qilyapti mana shu qizni. Yaxshi emas-ku bu. Faqat bizda emas ekan, Короче, Gruziyaga kelib qolsanglar, mana shu narsadan ehtiyot bo'linglar, akalar. Sen mana bu tillali haykalni ko'rasizdan. Короче, Gruziyada, Tbilisida bizni ovqat topib juda qiynaldi va oxir mana. Nima edi bu aka? Xachapuriymi? Xachapuri. O'sh muammo bo'lgani uchun xachapuri. Akalar, xachapuri yeymiz. Qale Do'ron aka. Xachapuri. Lekin onasini hamsa chegarada rosa qolib ketdi. Ukam, tuqol, ye. Sizlar aytyapti, mana bu yerda turetskiy restoran bor deyapti. Ha, o'sha yerga o'tamiz ham, ha? Yo'l ko'rsatib yuboraman. Ha, ukam, men bu sanga. Quchoqlab o'tiring. Quchoqlab o'tir chiqani bilinmas ekan. Yom keting. Voy, bilinmayapti. Lekin tabiati zo'r ekan akalar, Gruziyani bor. Alan yurimizni. Tako anaqaga o'xshatdim men. Moskvaga o'xshatdim, bor. Ruschani bilishadi. Tako yo'q anaqa Olimpiyada mazza qilib yurar ekansizlar. Xali aka. Zo'r ketyapti. Yoqimli ishtaha. Aka, jakuzi tayyorlab qo'yganmiz, keling. Aka, lekin bor.
Yomon osilib qolibsiz. Aka 40 soat uxlamaydingizmi? Ha? Uxlash mayli. Ha. Ovqat yemadim. Semichga bir pochka chaynadim. Bo'ldi. Yaxshi olgan ekansiz aka. Rossiyaga 26-yil mashina olib kirib bo'lmas ekan. Ha, yangi mashina. Ha. Nima dedi? "У вас новая машина, я же transit sam net" dedi. Ruxsatnoma olishimiz kerak rahbariyatda. 10 000 kilometr yurib qo'ygansam, qisqasi ruxsatnoma oldi, bir 5-6 soat kutdik o'sha yerda mashina. Lekin hech kimga Turkiya orqali, Gruziya orqali Rossiyaga kirishni maslahat bermayman. 500 ta mashina ochildi. Furalar, aka bechoralarga rahmingiz keldimi? O'ta rahim keldi. O'shalarni bori oilasini, ota-onasini boqayotgan puli mingdan halol bo'lsa kerak bori. Azob bor. U ham mayli, uxlamasdan yarim metr to'xtaydi. Uxlab qolsa bezovchi boshqalar tiqib oladi. Ha? 3-4 sutkalar yuradi. Furacha akalar qalbansizlar bilan. Aka, jakuzi tayyor aka. Qanaqa jakuzi? Men kalla haydab olib uxlayman. Aka, qani chot chiqyaptimi? O'syapti. Bu to'kalar hammasi boshqadan yangi chiqadi, mana bunaqa qalin bo'lib chiqadi. Qatdan ektirdingiz. Jingale chiqmaydimi? Yo'q, jingali chiqadi aka.